Avstriyskiy simentalni originali mana. Onasi ham simental, dadasi ham simental. Qanaqa vas chiqadi mana, qanaqa bir buqa chiqadi ko'rishlaringiz mumkin mana. 6 oylik deb kim aytadi shuni? Bo'ynini qaranglar buni, bo'ynini. 6 oygacha, hozirgacha yemadi bu mana. Mashalloh. Voydo, har birimiz uyimizga nasib qilsin. Biz o'zbeklar bilmayman, nimagadir sutni vaqti bermaymiz. Sutni lutchi sotganimiz yaxshi deymiz. Lekin simentalni shunaqa o'stirsak, agar sutdan ham 3 barobar ko'p soqqa qilsa bo'ladi misol. Mana, mashalloh, mashalloh. Yog'ga уже sharalel. Kechada oldin kun tug'ildi bu sharalel. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu ham chotki narsa bo'ladi inshaalloh. Buni ham sizlarga eslab qo'yinglar. Buni ham sizlarga videosini beraman xudo xolasa 3 oy, 4 oydan keyin. Hozir mana bugun 3-kun hisoblanadi. Kechada oldin kun tug'ilgan bo'lsa, 3 kunlik buqacha. Buzoqchadan buqacha. Erkak mana. Mashalloh, mashalloh. Shunaqangi zo'r narsalarni xudo xolasa sizlarga taqdim qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar.